Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, hatto shoshilinch xabar haqida gaplashamiz. Internetda, ijtimoiy tarmoqlarda official ilmaydan pensionerlarga taqiqlanadi. Shoshilinch ogohlantirish. Kvartiradagi kirish eshiklarini endi majburan olib ketish mumkin degan dahshatli sarlavhalar tarqalmoqda. Bu xabar nafaqat pensionerlarni, balki har bir fuqaroni, ayniqsa uy-joy egalarini tashvishga solishi tabiiy. Darhaqiqat, bu sarlavha bir qancha haqiqatlarni o'z ichiga oladi, lekin ular siz o'ylaganchalik emas, ko'pincha noto'g'ri talqin qilingan yoki haddan tashqari oshirib yuborilgan bo'ladi. Bugun biz aynan shu masalaga aniqlik kiritamiz. Qanday haqiqatlar bor, qaysi mishmishlar yolg'on va eng muhimi, o'zingizni va yaqinlaringizni qanday himoya qilish kerakligini tushuntirib beraman. Ushbu video har biringiz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun uni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zidayoq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Bu ma'lumot qanchalik ko'p odamga yetsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Chunki u sizning xotirjamligingiz va mol-mulkingiz xavfsizligiga bevosita ta'sir qiladi. Keling, avvalo bu sarlavhalarning ildizi qayerda ekanligini tushunib olaylik. Urmaydan pensionerlarga taqiqlanadi va kirish eshiklari majburan olib ketiladi kabi iboralar bir qarashda mutlaqo absurd va fantastik tuyulishi mumkin. Biroq bunday shoshilinch sarlavhalar ko'pincha mavjud qonuniy jarayonlar, ayniqsa qarzlarni undirish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar atrofidagi noto'g'ri tushunchalar yoki qasddan qilingan buzilishlar tufayli yuzaga keladi. O'zbekiston Respublikasida fuqarolarning mulk huquqi konstitutsiya va qonunlar bilan qat'iy himoyalangan. Hech kimning mulkini, jumladan kvartiradagi kirish eshigini ham shunchaki kelib majburan olib ketishga haqqi yo'q. Bu haqiqatdan yiroq. Biroq qonuniy majburiyatlarni bajarmaslik, xususan uy-joy kommunal xizmatlari uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirmaslik oqibatida jiddiy muammolar paydo bo'lishi mumkin. Ilgari qanday edi? Ilgari ham kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirmagan fuqarolarga nisbatan qarzdorlikni undirish mexanizmlari mavjud edi. Bu jarayon sud orqali amalga oshirilardi. So'ngra sud qarori majburiy ijro byurosi (MIB) tomonidan ijro etilardi. Bu jarayon uzoq va murakkab bo'lishi mumkin edi. Ba'zi hollarda kichik qarzdorliklar yillar davomida to'lanmay qolaverishi, yuridik jarayonlarning sekinligi sababli katta muammolarga aylanib ketishi mumkin edi. Odamlar ko'pincha ogohlantirishlarni e'tiborsiz qoldirardilar. Chunki ijro jarayoni ancha vaqt talab etardi va ko'pchilik bu masalaga jiddiy qaramas edi. Endi nima o'zgardi? So'nggi yillarda ayniqsa davlat byudjeti va kommunal xizmatlarning samaradorligini oshirish maqsadida qarzdorlikni undirish jarayonlari yanada soddalashtirildi va tezlashtirildi. Ba'zi turdagi qarzdorliklar bo'yicha sud qarorini chiqarish va ijro etish mexanizmlari tezlashdi. Bu esa odamlarning, xususan pensionerlarning qarzlar borasida yanada ehtiyotkor bo'lishlarini taqozo etadi. Aslida bu taqiqlash emas, balki qonuniy majburiyatlarga rioya etish talabining kuchaytirilishi va majburiy ijro tizimining samaradorligi oshirilganligi bilan bog'liq. Eshikni olib ketish deganda esa eng og'ir holatlarda sud ijrochilari qarzdorning mulkini xatlash yoki sotish orqali qarzni undirishga haqli ekanligi nazarda tutiladi. Va shu yerda ba'zi kishilar bu haqiqatni haddan tashqari oshirib yuborib noto'g'ri talqin qilishadi. Ya'ni shunchaki eshik emas, balki qarzdorlik miqdoriga mutanosib ravishda qonunda belgilangan tartibda boshqa mol-mulk, masalan, texnika, avtomobil yoki boshqa qimmatbaho buyumlar ijro etish obyekti bo'lishi mumkin. Kvartira esa, agar u yagona turar joy bo'lsa, qonunan himoyalanadi, ammo bu uning egalari kommunal to'lovlardan ozod degani emas. Bu haqida biroz keyinroq batafsilroq to'xtalamiz. Endi esa bu vaziyatni yanada batafsil ko'rib chiqamiz. Nimani bilishingiz kerak, kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak? Avvalo, har bir fuqaro bilishi kerakki, mulk huquqi muqaddasdir. Lekin bu huquq bilan birga ma'lum majburiyatlar ham keladi. Ushbu majburiyatlarning eng asosiysi o'z mulkingizdan foydalanganlik uchun to'lovlarni, jumladan uy-joy kommunal xizmatlari, gaz, elektr energiyasi, suv, issiqlik ta'minoti, maishiy chiqindilar uchun to'lovlar. Uy-joy fondiga xizmat ko'rsatish uchun to'lovlarni o'z vaqtida va to'liq hajmda amalga oshirishdir. Bu qonuniy talab bo'lib, unga rioya qilish har bir mulkdorning burchidir. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, uzoq muddatli va katta miqdordagi kommunal xizmatlar uchun qarzdorligi bor shaxslar. Agar siz bir necha oydan beri to'lovlarni amalga oshirmagan bo'lsangiz
va qarzdorlik yig'ilib sezilarli summaga yetgan bo'lsa, siz xavf ostidasiz. Ikkinchidan, rasmiy ogohlantirishlarni, sud chaqiruvlarini va ijro organlarining xabarnomalarini e'tiborsiz qoldiradigan shaxslar. Ko'pchilik odamlar hujjatlarni o'qimaydi. Ularni e'tiborsiz qoldiradi yoki o'z-o'zidan hal bo'lib ketadi deb o'ylaydi. Bu jiddiy xato. Uchinchidan, mulk huquqini rasmiylashtirmagan yoki murakkab mulkchilik holatlari bo'lgan shaxslar. Masalan, meros bo'lib qolgan, lekin tegishli tartibda rasmiylashtirilmagan kvartira egalari. Bunday holatlarda muammolar yuzaga kelganda o'z huquqlarini himoya qilish ancha qiyinlashadi. To'rtinchidan, to'lashga qurbi yetmaydigan, lekin hech qanday yordam so'ramagan, subsidiyalar yoki to'lov muddatini uzaytirish bo'yicha kelishuvlar uchun murojaat qilmagan shaxslar. Davlat tomonidan beriladigan imtiyozlar va yordam turlari mavjud, lekin ulardan foydalanish uchun o'z vaqtida harakat qilish kerak. Kim xavotir olmasligi kerak? Birinchidan, kommunal to'lovlarni muntazam ravishda o'z vaqtida to'lab boradigan fuqarolar. Agar siz vijdonan to'lovlarni amalga oshirayotgan bo'lsangiz, hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Ikkinchidan, kichik, osongina hal qilinadigan qarzdorliklari bor shaxslar. Agar sizda 1 oylik yoki 2 oylik kichik qarzdorlik paydo bo'lgan bo'lsa va siz uni tezda to'lashga harakat qilsangiz, jiddiy muammolar kelib chiqmaydi. Asosiysi, vaziyatni nazoratdan chiqarib yubormaslik. Uchinchidan, qarzdorlik masalalarini xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar yoki sud bilan faol ravishda hal qilayotgan shaxslar. Agar siz vaziyatni hal qilish uchun harakat qilayotgan bo'lsangiz, masalan, to'lovni bo'lib to'lash haqida kelishuvga erishgan bo'lsangiz, unda siz himoyalangansiz. To'rtinchidan, yagona turar joyi bo'lgan va ushbu mulk qonun bo'yicha maxsus himoya ostida bo'lgan shaxslar. Bu holatda ham o'ziga xos shartlar bor. Bu haqida keyinroq va tafsilroq tushuntiraman. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Bu vaziyatni yanada yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Birinchi misol, qarzdorlikning yig'ilishi va oqibatlari. Tasavvur qiling, fuqaro Ahmad aka 7 yoshda yolg'iz yashaydi va nafaqaxo'r. Uning yagona daromadi pensiya. Bir necha yildan buyon uy-joy kommunal xizmatlari uchun, ayniqsa issiq suv va gaz uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirmay kelgan. Dastlab kichik qarzdorlik bo'lgan, masalan 5000 so'm, ammo Ahmad aka sog'lig'i yomonligi sababli yoki shunchaki beparvolik qilib to'lamagan. Yillar o'tishi bilan qarzdorlik foizlar va jarimalar bilan birga 1 million so'mga yetgan. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilot bir necha bor ogohlantirish xatlari yuborgan, elektr ta'minotini o'chirib qo'ygan. Ammo Ahmad aka ularga e'tibor bermagan va hatto qo'shnilari orqali noqonuniy ravishda elektrga qayta ulanib olgan. Oxir-oqibat tashkilot sudga murojaat qilgan va sud qarori chiqqan. Sud qarori ijro uchun majburiy ijro byurosiga yuborilgan. Sud ijrochisi Ahmad akaning uyiga kelib, qarzdorlikni qoplash uchun mulkni xatlash to'g'risida ijro harakatlarini boshlagan. Bu yerda ijrochi kirish eshigini majburan olib ketmaydi. U qonunda belgilangan tartibda Ahmad akaning kvartirasidagi qimmatbaho texnikasini, masalan, televizor, muzlatkich, kir yuvish mashinasi, agar avtomobil bo'lsa, avtomobilni xatlashi mumkin. Agar bu mulklar qarzni qoplashga yetmasa va boshqa mulk bo'lmasa, eng oxirgi chora sifatida yagona turar joyini sotish masalasi ko'rilishi mumkin. Ammo bu juda noyob va murakkab holat bo'lib, faqatgina ma'lum sharoitlarda va davlatning maxsus nazorati ostida amalga oshiriladi. Shu sababli eshikni olib ketish deganda mulkni sotish orqali qarzni undirish tushuniladi. Bu esa aniq qonuniy tartib-qoidalarga ega. Ikkinchi misol, huquqlarni noto'g'ri tushunish va ijtimoiy yordamdan foydalanmaslik. Dilnoza opaning oilaviy ahvoli og'ir. Uning turmush o'rtog'i ishsiz, o'zi esa nafaqaxo'r. Ular 3 nafar voyaga yetmagan farzandlari bilan yashaydi. Bir necha oy davomida gaz uchun to'lovni amalga oshira olmaganlar. Qarzdorlik 3 million so'mga yetganda gaz ta'minoti idorasidan keskin ogohlantirish kelgan, gazni o'chirish bilan tahdid qilingan. Dilnoza opa qo'rqib, nima qilishni bilmay qolgan. U bu vaziyatda o'z huquqlarini va imkoniyatlarini bilmagan. Aslida u darhol mahallaga, ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilishi, to'lovni bo'lib to'lash haqida gaz idorasi bilan kelishuvga erishishi yoki ijtimoiy yordam so'rashi mumkin edi. Chunki uning oilasi ijtimoiy himoyaga muhtoj hisoblanadi. Davlat tomonidan belgilangan ijtimoiy nafaqalar va kompensatsiyalar mavjud. Lekin u hech qanday choralar ko'rmagan, natijada gaz ta'minoti uzilgan. Bu holatda agar Dilnoza opa o'z vaqtida harakat qilganda, uzoq muddatli muammolarning oldini olishi mumkin edi.
Uchinchi misol, ipoteka yoki garovga qo'yilgan mulk bu alohida holat. Agar kvartira bankdan olingan kredit uchun garovga qo'yilgan bo'lsa, ipoteka va kredit to'lanmagan bo'lsa, bank sud orqali ushbu mulkni sotish yo'li bilan qarzni undirishga haqlidir. Bu kommunal qarzdorlikdan farqli bo'lgan alohida huquqiy munosabat. Bunday holatda albatta mulkdor uydan mahrum bo'lishi mumkin. Ammo bu ko'pincha kredit shartnomalarida aniq ko'rsatiladi va garovga qo'yish jarayonida fuqaro bu riskni biladi. Bunday vaziyatda ham sud qarori va ijro jarayoni talab qilinadi. Endi esa ushbu qoidalarning istisnolari, tuzoqlar va noaniq nuanslar haqida gaplashamiz. Birinchidan, yagona turar joyini himoya qilish masalasi. O'zbekiston Respublikasining qonunchiligida agar qarzdorning boshqa turar joyi bo'lmasa, uning yagona yashash joyi bo'lgan kvartira yoki uyga nisbatan undiruv qaratilishi cheklangan. Boshqacha qilib aytganda, eng og'ir holatlarda ham sud ijrochilari sizning yagona uyingizdan haydab chiqarishi juda qiyin va bu faqat juda kam uchraydigan alohida sharoitlarda amalga oshiriladi. Ammo bu degani siz kommunal to'lovlarni to'lamasligingiz mumkin degani emas. Qarzdorlik bo'yicha ijro harakatlari boshqa mol-mulkka, masalan, bank hisob varagidagi pul mablag'lariga, avtomobilga, qimmatbaho texnika va buyumlarga qaratiladi. Faqat shu mulklar ham qarzni qoplashga yetmasa, unda yagona turar joy masalasi ko'rilishi mumkin. Lekin yana bir bor ta'kidlayman, bu juda uzoq va murakkab jarayon bo'lib, unda fuqaroning huquqlari qat'iy himoya qilinadi. Bu jarayon shunchaki eshikni olib ketish yoki qo'yib chiqarish degan gap so'zlardan mutlaqo farq qiladi. Ikkinchidan, pensionerlar va ijtimoiy zaif qatlamlarni ijtimoiy himoya qilish. O'zbekistonda davlat tomonidan pensionerlar, nogironligi bor shaxslar, urush va mehnat faxriylari, kam ta'minlangan oilalar kabi ijtimoiy zaif qatlamlarga kommunal xizmatlar uchun to'lovlar bo'yicha imtiyozlar va subsidiyalar taqdim etiladi. Bu imtiyozlar sizning daromadingiz va oilaviy ahvolingizga qarab farq qilishi mumkin. Masalan, ba'zi pensionerlar kommunal to'lovlarning bir qismi uchun davlat tomonidan kompensatsiya olishlari mumkin. Bu imtiyozlardan foydalanish uchun tegishli hujjatlar bilan mahalla qo'mnasiga yoki tuman, shahar ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilish kerak. Agar siz to'lovlarni amalga oshirishga qiynalayotgan bo'lsangiz, bu birinchi navbatdagi qadam bo'lishi kerak. Bundan tashqari, kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar bilan to'lovlarni bo'lib to'lash rassrochka bo'yicha kelishuvga erishish ham mumkin. Bu ham qarzdorlikning yig'ilib ketishining oldini olishning samarali yo'li hisoblanadi. Uchinchidan, protsessual kafolatlar. Hech kim sizning mulkingizni sudning qonuniy qarorisiz va majburiy ijro byurosining vakolatli xodimi tomonidan amalga oshiriladigan ijro harakatlarsiz tortib ola olmaydi. Bu degani kimdir shuncha kelib eshigingizni olib ketaman desa, bu noqonuniy harakat hisoblanadi. Har qanday ijro harakati faqatgina sudning tegishli hujjati ijro varaqasi asosida amalga oshiriladi. Shuningdek, ijrochilar o'z xizmat guvohnomalarini ko'rsatishlari, ijro ishi bo'yicha hujjatlarni taqdim etishlari shart. Fuqarolar bu hujjatlarni talab qilishga haqlidirlar. To'rtinchidan, qarzdorlikni kechirish yoki hisobdan chiqarish. Kommunal to'lovlar bo'yicha qarzdorlikni to'liq kechirish yoki hisobdan chiqarish amaliyoti juda kam uchraydi va asosan hukumatning alohida qarorlari bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, aholini ijtimoiy himoya qilishga qaratilgan keng ko'lamli dasturlar doirasida oddiy sharoitlarda kommunal to'lovlar doimiy majburiyat hisoblanadi va ularni to'lash shart. Biroq agar qarzdorlik bo'yicha da'vo muddati o'tgan bo'lsa, aksariyat fuqarolik qarzlari bo'yicha 30 yil. U holda sud orqali ushbu qarzdorlikni undirish imkoni cheklanadi. Bu muhim nuansa ayniqsa juda eski qarzdorliklar bo'yicha. 5-dan, tuzoqlar, ogohlantirishlarni e'tiborsiz qoldirish bu eng katta xato. Ko'pchilik odamlar sud chaqiruvlari yoki MIP xabarnomalarini olganda ularni shunchaki qog'oz deb hisoblab e'tibor bermaydi. Natijada vaziyat murakkablashadi va o'z huquqlarini himoya qilish imkoniyatlari torayadi. Tushunmasdan hujjatlarga imzo chekish, har doim barcha hujjatlarni diqqat bilan o'qing. Agar tushunmasangiz mutaxassisdan yordam so'rang. Yuridik maslahatga murojaat qilmaslik, murakkab vaziyatlarda advokat yoki yuridik maslahatchi yordami juda muhim. Norasmiy kollektorlar bilan muloqot qilish faqat majburiy ijro byurosi xodimlari qarzdorlikni undirish bo'yicha qonuniy vakolatlarga ega. Boshqa shaxslar, ayniqsa telefon orqali tahdid qiladiganlar bilan muloqotga kirishmang. Ularga shaxsiy ma'lumotlaringizni bermang.
Bunday holatlarda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish zarur. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Vaziyatni hal qilish uchun nima qilish kerak? Amaliy maslahatlar. Agar sizda kommunal to'lovlar bo'yicha qarzdorlik yuzaga kelsa yoki sizga nisbatan ijro harakatlari boshlangan bo'lsa, quyidagi aniq qadamlarni bajaring. 1. Hujjatlaringizni tartibga soling. Barcha kommunal to'lovlar kvitansiyalarni va ularning to'langanligi haqidagi cheklarni kamida oxirgi 3 yil uchun iloji bo'lsa undan ham ko'proq yig'ing. Pensiya guvohnomangiz, nogironlik haqidagi ma'lumotnomalar, kam ta'minlangan oila maqomini tasdiqlovchi hujjatlar kabi barcha ijtimoiy maqomni tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlang. Mulk huquqini tasdiqlovchi hujjatlaringizni kadastr hujjati, order oldi sotdi shartnomasi yoningizda saqlang. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlardan, sudlardan yoki MIBdan kelgan barcha xatlarni, ogohlantirishlarni va qarorlarni tartibli ravishda saqlang. Ularning har birini diqqat bilan o'qing va sanalarga e'tibor bering. 2. Vaziyatni hal qilish uchun darhol harakat qiling. Qarzdorlik yuzaga kelgan vaqt u bilan shug'ullaning, uni e'tiborsiz qoldirmang. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. Gaz, elektr, suv yoki boshqa xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning mijozlariga xizmat ko'rsatish markaziga boring. Qarzdorlik miqdorini aniqlashtiring, uni qanday qilib to'lash mumkinligini muhokama qiling. Ko'pincha ular to'lovni bo'lib to'lash jadvalini tuzishga rozi bo'lishadi. Bu kelishuvni yozma ravishda rasmiylashtirishni unutmang. Mahalla qo'mitasiga murojaat qiling. Mahalla faollari sizga huquqiy maslahat berishi, ijtimoiy himoya bo'limi bilan bog'lanishga yordam berishi yoki hatto qarzdorlikni qoplash uchun moddiy yordam dasturlari haqida ma'lumot berishi mumkin. Tuman, shahar ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Agar siz pensioner, nogironligi bor shaxs yoki kam ta'minlangan oila a'zosi bo'lsangiz, kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyozlar yoki subsidiyalar olish uchun murojaat qiling. Ularga tegishli hujjatlaringizni taqdim eting. Agar sud chaqiruvi kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Sud majlisiga albatta boring. O'z pozitsiyangizni tushuntiring, barcha hujjatlaringizni taqdim eting. Agar kerak bo'lsa, bepul yuridik yordam olish uchun Adliya vazirligining hududiy bo'linmalariga murojaat qiling. Agar MIB xodimlari kelsa, ular kelganda xotirjamlikni saqlang. Avvalo, ulardan xizmat guvohnomalarini va sizga nisbatan ijro ishi qo'zg'atilganligi haqidagi sud qarorining ijro varaqasini ko'rsatishlarini talab qiling. Ularning harakatlariga to'sqinlik qilmang, lekin o'z huquqlaringizni biling. Agar sizda to'lov jadvali bo'yicha kelishuv bo'lsa yoki qarzdorlikni to'lash uchun yordam so'ragan bo'lsangiz, bu hujjatlarni ijrochiga ko'rsating. Shoshilinch hollarda MIB xodimlarining harakatlaridan norozi bo'lsangiz, ularning bevosita rahbariyatiga yoki prokuraturaga shikoyat qilish huquqingiz bor. O'tib qanday hujjatlarni yozish kerak? To'lov muddatini uzaytirish, rassroshka haqida ariza xizmat ko'rsatuvchi tashkilot nomiga yoziladi. Sud qaroriga nisbatan shikoyat, apellyatsiya. Agar siz sud qaroridan norozi bo'lsangiz va uni bekor qilish uchun asoslar mavjud bo'lsa, belgilangan muddatda yuqori instansiya sudiga shikoyat yozishingiz mumkin. Ijtimoiy yordam olish uchun ariza mahalla qo'mitasi yoki ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilinadi. MIB yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning noqonuniy harakatlari yuzasidan shikoyat yuqori turuvchi organlarga yoki prokuraturaga yoziladi. Har bir hujjatni 2 nusxada tayyorlang. Birini topshiring va ikkinchisida kirituvchi shaxsdan imzo va sanani qo'ydirib oling. 4. Qayerga murojaat qilish kerak? Sizning mahallangizdagi mahalla qo'mitasi, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning mijozlarga xizmat ko'rsatish markazlari, gaz, elektr, suv, issiqlik, MCJ, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi, tuman, shahar majburiy ijro byurosi bo'limi, tuman, shahar adliya bo'limi bepul yuridik maslahat olish uchun advokat yoki yuridik maslahatchi xizmatlardan foydalaning. Ayniqsa vaziyat murakkab bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonalari va virtual qabulxonasiga murojaat qilish ham mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, onlayndan pensionerlarga taqiqlanadi yoki eshiklar majburan olib ketiladi kabi sarlavhalar aslida mutlaqo boshqa ma'noni anglatadi. Bu shov-shuvli xabarlar sizni qo'rqitishga emas, balki mulkiy majburiyatlaringizga mas'uliyat bilan yondashishga undashi kerak. Davlat fuqarolarning huquqlarini himoya qiladi, lekin fuqarolardan ham o'z burchlarini bajarishni talab qiladi. Eng muhimi, har qanday vaziyatda ham ma'lumotli bo'lish,
o'z huquqlarini bilish va o'z vaqtida to'g'ri choralar ko'rishdir. Hech qanday qo'rqinchli sarlavha sizni g'aflatda qoldirmasin, aziz tomoshabinlar. O'zingizni himoya qilishning eng yaxshi yo'li bu ma'lumotli bo'lish va o'z huquqlaringizni bilishdir. Qanday vaziyatga tushgan bo'lsangiz ham esingizda bo'lsin, har doim yechim topish mumkin. Faqatgina o'z vaqtida harakat qilish va to'g'ri idoralarga murojaat qilish kerak. Ushbu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Savollaringiz bo'lsa, albatta javob berishga harakat qilamiz. Sizning har bir fikringiz biz uchun muhim. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelgusi siz uchun yanada foydali va muhim ma'lumotlarni tayyorlashga yordam beradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling va o'z huquqlaringizni biling.